Assalomu alaykum. Hozirda biz piyoz ekin maydonidamiz. Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Xorazm viloyati Xiva tumani Kattabosh mufida 606-1075 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Yerning umumiy maydoni 8,32 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 67 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,12 gektardan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Lidi tadbirkor Chanashik Allabegam Mashirov Abdullo ishlab chiqarish korporativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 34 tonna, jami 291 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlari ekish orqali yer egalarining yanada daromadlarini oshirib boradi.